erkakni taniyman. Erkak kimligini taniyman. Ayol tanimaganidan janjal qiladi, tanimaganidan yerga uradi. Ayolini ham tanimagancha xo'rlaydi erkak. Odam atamiz bizdan 2000 yil oldin dunyoga kelgan deyiladi rivoyatlarda. Demak, bizdan 2000 yil kattasilar sizlar. Bu yillarning hurmati yo'qmi? Uning ustiga erkak bizni so'rab olgan. Biz odam atoni buyurtmasi asosida dunyoga kelganmiz. Buyurtma qilgan odamni ham hurmatini qilishing kerakmi? Keyin ular og'ir, vazmini yer kabi. Chunki ularni tanasi yerdan olingan. Shuning uchun ham bag'ri keng, shuning uchun ham ekkan joyida bir narsa o'sib chiqadi. Shunga yaralgan. Ayolni ruhiyati erkakni qovurg'asidan olingan. Biz tuproqdan bo'lganimiz yo'q deb hazillashamanda. Ismimiz o'sha Mama Havvo deb qo'yilgan. Havo o'sha Havo. Havoda nima mujassamki, bizda mujassam. Mama Havodan meros bizga. Erkak aytadiki, Allohim, butun dunyoni men uchun yaratding, menga tobe qilding. Lekin mana bu yerimda nima borki, lovullab yonyapti va shunga bir malham topgin deganda, menga o'xshagan bir narsa yaratginki, men taskin olay va hech qachon zerikmaydigan. Ana shu zerikmaydigan joyida battar bo'lsin erkaklar. Biz zeriktirmaslik uchun har ish qilamiz. Urushamiz, janjal qilamiz, arazlaymiz, o'yinga tushib beramiz, ovqat qilib beramiz, nimadir qilamiz. Ayolni, erkakni zeriktirmasligimiz kerak. Ana ayolni tanib olgan deydi. Bir she'rim bor. Qani edi bu porsolar tanisa edi, Allohdan keyin ayolni. Ayolga vazifa juda ham ko'p yuklangan. Erkakka nisbatan. Tuproqsan, ekkan joyini gullatasan degan. Chunki ular ekib yuradi. Har joyda ekadi va gullab ketaveradi. Ayolga aytadiki, ana shu erkakni gullatasan deydi. Ayollarimiz rashklarimiz ortiqligi ham, fidoyiligimiz ko'pligi ham, jasoratni ko'pligi ham o'sha erkakka bo'lgan xizmatimiz uchun qilamiz. Erkakka bo'lgan vazifamiz, e'tiborimiz kuchliligi uchun qilamiz bu narsalar. Erkakni bag'ri keng hamma sig'ib ketaveradi. Ayolga u narsa emas, faqat erkak kerak. Eri kerak. Tor oladi. Chunki vazifa shunday. Ilohiy vazifa. Insonlar ilohiy vazifamizni tushunaylik, erkak kim, ayol kim va vazifalar, missiyalarimiz nimaligimizni tanib olaylik. O'shaning uchun men adolatda turaman. Hali aytdingiz, adolatda turasiz. Unga ixtiro berilgan, yaratuvchanlik berilgan. Shuning uchun ham ularni qanday yaxshi ko'rib bo'lmaydi. Erkaksiz biz hech kimmiz. Men hazillashamanki, ayollar havo berib turinglar erkaklaringga. Bo'lmasa ko'chaga havolanib chiqib ketadi. Havo izlab deymanda. U ham tabiiy narsa ko'chaga. Sen uyda havo bermadingmi? Mamma havolik qilmadingmi? U ko'chaga chiqib ketadi.